mana bu skladga kiraylik. Uncha odam chiroyli shunaqa navesdagida mashinasini saqlamaydi. Zo'r mashina bor. Keling, bitta ko'ring. Like bosib oxirigacha ko'ring. Zo'r foydali ma'lumot bilan sizga mana bu sotiladigan krasavchik Hyundai Porter EV elektromobil 2023-yil. Turishini qarang, buni yangi. Juda go'zal holatda. Yaqinroqda oling operator mashinani bitta ko'rsating. O'rtoqlar, foydali ma'lumotdan biri. Qarang, mashina kecha o't oldirilganicha, hali o't oldirilmagan. Zo'r tomoni elektromobillarni qizdirilmaydi. Umuman buni qizdirmaymiz. Sov yotibdi bu. Buni radiator yo'q. U suv ko'tariladigan radiator o'zi yo'q bunda. Bakochalar ochildi. Videom sal cho'ziladi, lekin YouTube uchun maxsus olyapman. Qarang, ichini bitta oldin ko'rsating. O'ta go'zalidan topib qo'ydimda, qarang. Joy ham shunaqa приятный joyda turibdi. Hozir o't oldiramiz. Qarang, umuman shovqin yo'q joyda, shovqinsiz mashina o't oldiraman. Qani, bismillah. Mana bu kompressor ziz qilganda shamol yig'adi bu. Tormoz, vakuum havo yig'ib oladi. Konditsioner ishlab ketdi, pasaytiramiz. Endi ko'chaga chiqamiz. Bo'ldi, qizdirilmaydi. Bu drelday. Drelni qizdirmaysiz, u srazu tiz ishlaydi. Drelday bu bo'ldi, ishlaydi mashina. Endi ko'chaga olib chiqaman. 183 ot kuchi. Orqaga yurganda sensori bor, zadniy kamerasi bor, yorug'lik datchigi bor, sidena isiydi, soviydi, ABS, orqada SPS, hamma funksiyasi boridan. Savlat nima deydi? Savlat bitta like bosib qo'ying mana. Obuna bo'lmasdan ko'rasiz. Shunaqa mashinani haqiqiy muxlisiz, bilaman. Ammo 7 yildan beri shu temadagi odamman. Ancha narsani xudo xolasa boshimdan o'tgan. Xatosini olib qo'yganman, bir nimalar bo'lgan, shulardan kelib chiqib, men fikr mulohazalarimni aytib o'taman doim. Qarang, jimligini. Umuman ovoz yo'q, 1 gram ovoz yo'q bunda. Hozir bossam bu Gentra Cobalt'ni choyni ichirib yuboradi bu mashina. Qarang. Mazza konditsioner ishlayapti hozir. Cruise kontroli bor. Rulini qarang. Va rulini qarang. Bitta barmoqda aylantirasiz mana. Ko'ryapsizmi? Bitta barmoqda. Buni ruli elektroprivod, elektriskiy buni ruli, gidravlik emas, moya aylantirmaydi. Keyin mana bu tagida, rulning tagida mana bu knopkacha bor. Buni rekuperatsiya deydi. Buni bosganingizda bu zaryad oladi. Podyumdan tushganingizda gorni yonadi, go'yo, va bu gornidagi harakatni bu zaryad oladi. O'ziga o'zi zaryad oladi bu. Nahadu tushish davomida. Qarang, rulni sal ko'tarib qo'yamiz. Mana shu holatda turadi. Qarang, oldi qismini bir ko'ring buni. Mashinamiz 77 ming yurgan, 2023-yil. Zavodit bo'lgan holatda pulti yoningizda bo'lsa, mana chiyiladi. U men o't oldirilgan holatda qolib ketdim, meni o'chirib qo'y degan signalni beradi. Chunki shovqini yo'qligi uchun bu o'chirilganmi, bilmay qolasiz. Hozirda mashina ishlamoqda. Konditsionerning ovozi kelyapti. Konditsioner interkuler sovutishini ovozi kelyapti. Palasalarni ko'radi, avariy tormojeniyalari bor. Turishini qarang buni. Juda go'zal mashinada. Porter ko'pchilik slabiy deydi, Kia baquvvat deydi. Keling shu haqida ham qisqacha ma'lumot beray sizga. Porterning ramasi slabiy deganlar. Bu gap umuman nol. Bir gap keyin ayta olmadim. Porterning 7 yil mobaynida ramasi singanini men haligacha ko'rmaganman. Buni ramasi egiladi, cho'ziladi, qiyshayadi, lekin sinmaydi. U yana o'zining figurasiga qaytib oladi. Bu shunaqa bir materialdan qilingan. Keling yaqinroq mana bu yerni olingda. Shunaqa odamlar bor, bunga 4 tonna, 5 tonna yukladiganlar bor. Bu mana bu yeri qorni ezilib, перегородка bilan kabina o'rtasi bir-biriga tegadi deb qoladi. Datovo ko'p yuklanganidan tegib qoladi yuk bilan. Yukni tushirgandan keyin bu yana joyiga kelib oladi. Takoy elastikniy material tushunib bo'lmaydi. Keyin ramasi kattaligi uchun baquvvat deb o'yladi ko'pchilik. U ham baquvvat. Yomon demoqchi emasman. Bu ham baquvvat. Bu kichkinalik uchun ramasi Kiadan ko'ra bu slabiy deb o'yladi. Yo'q, buni ramasi plotniy qalin profildan bu, quyma.
Kia'niki katta bo'ladi, tagi shtampovka go'yo svarkadagi qilingan bo'ladi. U vidi katta bo'lgani bilan bu vidi kichkina bo'lgani bilan quvvati deyarli bir xil. Bu sinmaydi, u gap bo'lmagan gap u narsa. Bu qachon sinadi bularniki? Resorbilni o'rtasiga orqaga prujina qo'yganingizda ikkala mashina ham prujinani hisobiga dars ketadi, treshina ketadi bo'ladi. Ungacha ketmaydi. Chunki yukni o'zi mana bu holatida bir xilda taqsimladi ramaga. Prujina qo'yganda, mana siz mutaxassissiz, mendan zo'r bilasiz buni. 10-15 yildan beri haydasiz, bilasiz, gapim to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb tasdiqlab qo'ying. Bilganingizni yozib qo'ying. Kechaginda masalan Spark, Gentra, Malibu minib turib shunga o'tirib olganlar ko'p. Xato kamchilik ko'p qilib qo'yapti-da. Bilganlar boshlab o'tganlar, pirvalda qolib ketganlar bor. Siz zo'r bilasiz. Mana salonlarni qarang. Kengligi, kattaligi, uzunligi, razmeri hamma yo'q bir xil. Shinam zo'r ishlangan airbaglargacha bo'ladi, sideni siydi, soviydi, palasalarni ko'radi, stabilizatsiya. Yana bir gap, Kia haqiqatda ko'rinishi baquvvat. Nimaga? U baland, ancha baland turadi bundan. Sababi Kia'ning hadovoy chasti qisman yuqorida bo'ladi. Buni ham mana bu yerda lomi bor bilasizlar, ha? Uni nima edi? Kitobiy nomi tarsovoymi? Shunaqa kommentga yozib qo'ying bilganlar. Lomini ko'tarib, ozgina ko'tarsangiz balandlashadi va buni baloni sal узкийroq bo'ladi. Bu ham 15, bu ham 15, buni faqat pastroq bo'ladi. Go'yo Kia'ni baloni Cobalt'dagi balon bo'ladi. Bularniki Nexia 3'dagi balon bo'ladi. Bu ham 15 Cobalt'dan, Nexia 3 ham 15. Bu узкийroq bo'ladi. Buni ham lomini ko'tarib, kabinani ko'tarib, kattaroq balon 195 lik balon qo'yilsa kattasidan, bu ham ancha yuqoriga ko'tariladi. Kia olgan yukni, Kia chiqqan Pirivaldan bu ham spokойно chiqadi. 2012-yildan boshlab 2024-yil 11-oygacha Kia bilan Hyundai'ning motor korobkasi bir xil, elektronika bir xil, shart emas. Ustaxonaga yoki zapchast do'konga kirganda menga Kia'ga misol Porsche kerak, turbina kerak yoki Hyundai deyish shart emas. 133 motor 2014 ga turbina kerak, val kerak deyaverasiz. Mashinani Porterligi, Kia'ligini aytish shart emas. Bu ham shunaqa. Elektromobil haydaysizmi? Siz o'sha zapchastga, menga kimgadir aloqaga chiqqanda, menda Porter deyish shart emas. Elektrический mashinammi? Shunaqa joy kerak deyaverasiz. Kabinasida, hadovoyda farq bo'lishi mumkin, lekin kompyuter, motor, korobka hamma yo'g'i bir xil. Bunaqa obzor menimcha hech qayda ko'rmagansiz. Hop, bu tomonlardan bir ko'ramiz. Buni har yengil mashinani akkumulyator bo'ladi bilasiz. Bunda ham shunaqa akkumulyator bo'ladi. 2 yilda, 3 yilda o'ladi bu ham. Shuni almashtirib turasiz. Buni vazifasi mana bu akkumulyatorga aloqasi yo'q. Buni vazifasi xuddi mashinangizga o'tirdingiz, zamok ochganingizda hamma yo'q ishlaydi bilasiz. Fara, svet, betlar ishlaydi. Keyin o't oldirasiz. Bo'ldi. Keyin dvigatelga o'tadi. Buni o't oldirib beradi, mana bunga o'tadi. Va bu akkumulyator mana buni zaryad qilib ketadi. Ba'zida umuman o't olmay qoldimi, hech qay yonmay qoldimi, mana buni perimichga qilib o't oldiraverasiz. Bu BYD, Zikr va boshqa mashinadagi mashina emas bu. Bu ancha jaydari ishlangan varianti. Ularni nimada tortib bo'lmaydi arqonda. Men masalan bu mashinamda tortib yuraveraman. Chunki buni korobkasi avtomat. Motor, korobka neytraliga olib turib, buni bemalol tortsangiz bo'ladi. Nargi elektromobillarning har bir balonida katta reduktor bo'ladi. Shuning uchun ularni tortib bo'lmaydi, mumkin emas. Buni tortaverasiz. Chunki motorni shuni mana akkumulyator sinib ketganlar bor, avariyada, seryozni avariya bo'lib ketganlar bor. Shurib o'sha ikkita tomoniga 100 talik temir metan propanni o'rnatib, bola Genesis, Zavodskoy propan motor haydab yuribdi elektromobillarda. Tushunyapsizmi? Bu asli to'g'ri mashinadagi chiqqan zavoddan keyin buni elektromotor qismiga chiqib ketgan bu. Faqat u qo'yilgan dvigatelda tablo o'zgarar ekan. Elektronniy tabloni mana yangi qo'yilgan motor o'qimaydi. To'g'ri, o'zimiz trosli motorni tablosini qo'yiladi bunga. Endi bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, $23,800. Oz-moz kami bor. Mashinamizni mana bu yerida ikki tomonida kraskasi bor. Ichiga o'tmagan, chizilganlik uchun sep qo'yilgan. Buni mutaxassis kraskachi maxsus lampada ko'rganda topadigan darajada sepilgan. Aytmasam ham bo'ladi-yu, men doim aytib sotaman bu narsalarni. Xo'p, o'rtoqlar, dadil olsangiz bo'ladi, chunki bularning kitobida zapas kodi 211 kilometr yozilgan va bu 250-300 yuryapti. Konditsioner yoqilgan, 3 tonna yuki bilan qiynab, azoblab haydaganingizda 200-211 yuradi. BYD Champion 605 kilometr berilgan. Hozir kunda yakka o'zi yuradi, yuksiz yuradi u mashina. 400-450 yuryapti.
qishda BYD haydaydiganlar tasdiqlab qo'ying, sizni BYDingiz qishda nechta yuryapti, necha kilometr yuradi bitta zaryadda va hozir qancha yuryapti yozing. Bu zapasi bilan yuradi. Kitobida 1 tonna, 3 tonna yuklaymiz u. Akkumulyator zaryadi ham shunaqa ekan. Ortig'i bilan yuradi. 2021-yil, 22-yilda sotganman ilk bor bu mashinadan. Hali hech kim mendan akkumulyator so'ramagan. Nech pul turadi bu, qanaqaligini yaqindan bildim. Koreyadagi bolalar jo'natib yuboraman dedi. Где-то $4000 bilan akkumulyator yetib kelar ekan buni. U ham bo'lsa shuni urilgani, surilgani, to'ntarilganini zapchasga suv yuborganda $4000 atrofida tushar ekan. Qachonlardir akkumulyatoringiz o'lgan taqdirda. Motoringiz o'lsa ham $3000-$4000 ga motor qo'ylyapti. Buni rabochiy akkumulyator qachondir o'lgan taqdirda yechib, 1 soatda rabochiy akkumulyator qo'yadi, yana ketaveradigan mashina desam to'g'ri bo'ladi. O'shanga xavotir olmang, masalan 5 yil bo'lyapti, ilk bor sotilgan, haligacha yuribdi ular. Zakonni yuribdi. 5 yildan siz olgandan keyin buzilgan taqdirda siz mahallangizni boshidagi elektrik bolalar ham buni akkumulyator taxladigan bo'lib ketadi. Chunki biz elektriklarimiz hozir shunaqa o'zi ustida ishlayapti, qo'yib qolish kerak. Milliy brendga aylanib bo'lgan. Bu mashina deyarli hamma ustida tuzatadigan bo'ldi, ritmga tushib bo'ldi. Narxi menimcha ko'pchilik qimmat deyish aniq. Ma'lumot o'rnida Janubiy Koreya bu mashinani yer ko'kka ishlamayapti. Hech kimga bermayapti bu mashinani. Eksport batamom to'xtatildi. Yaqin 2 oy bo'ldi, umuman bermaydi. Olib ketgan taqdirda jarima soladi bunga. Koreya o'ziga spets ishlab chiqarilgan haqiqat o'lmas kashey bu. Mendan fara, bufer, bakovoy, risor, balons diska so'rashadi, lekin motor korobkadan umuman shikoyat yo'q. Zadnimiz tak bilasiz, bular ovozi chiqqan porter men haligacha ko'rmaganman. U Damas'dagi Jigulidagi uvlaganini men haligacha tasavvur ham qila olmayman. O'lgan taqdirda buni zadnimiz $400-500 bo'lsa kerak. Chunki talab 0 bo'lganligi, yo'qligi uchun, o'ta kamligi uchun arzon buni zadnimiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozing, atayin YouTube'ga uzun video qildim, bor fikrlarni aytishga harakat qildim. Sizda ham savol o'ta ko'p, yozing, videoni ulashing. Xudo xolasa, to'g'ri kelsa bosib boring. Xavotir olmang. Olganlar, bitta olganlar jur'at qilib 4 ta olyapti. Hozir shundan 50 ta bo'lsa sotsa bo'ladi. O'ta trendda, yoqilg'i narxi keskin oshib ketyapti. Keyingi videoimda yana zo'r ma'lumotlar bor. Bu video soatlarcha cho'zilib ketishi aniq. Tadbirkorlarimiz oldin propallida, metallida bir oyda necha pul ishlatardi. Buni olgandan keyin necha pul ishlatyapti. Moy almashtirmaysiz. Moy yo'q bunda. Har 5000 da, 10000 da, 7000 da motor moyni almashtirilmaydi. U ham 400 ming, 600 ming, 700 mingga motor moy almashtirardingiz-ku. U yo'q bunda. Короче, koni xazina hozirgi kun uchun yoqilg'i. Va Janubiy Koreyada oshib ketganligi, ularda ham yoqilg'i narxi keskin oshib ketdi. Buni Qirg'iziston shunaqa toshyapti, urilganini, boshqa butunini. Bu qisqasi o'rtoqlar uloq bo'lib qoldi. Buni Janubiy Koreyadan olish ko'p karra bo'lib qoldi. Ishoning shunaqa talamosh bo'lyapti, ichidan buni yulib olinyapti. Sizga yolg'on tuyulish aniq, bu temadagi odam emassiz. Urinib ko'ring Janubiy Koreyadan olishga. Qarindoshingiz, jiyaningiz, yaqiningiz Koreyada ishlayapti, nelegal student va boshqalar. So'rab ko'ring, jo'nata olmaydi. Taqiq urib qo'ygan, hammasiga taqiq, eksport taqiq urilgan, oldi sot taqiqi bor. Olib kela olmaydi, zurni chiqadi. Olib kela olmaydi, taqiqi bor. Urilgan, cho'kkan, to'ntarilgan olishi mumkindir. O'rtoqlar, videoga like bosib qo'ying, obuna bo'ling. Keyingi videoimda yana shu mashinalar haqida zo'r ma'lumotlarni beraman. Menda quruq oldi sotdi bo'lmaydi. Ko'p videolarni ko'raman, prosta oldi sotdi bo'ladi. Men iloji boricha xalqimizga manfaatli bo'lgan, dunyo qarashini oshiradigan ma'lumotlar bilan doim boyitishga harakat qilaman. Har gal bitta video qilganda nimadir foydali ma'lumot berishga harakat qilaman. Xudo xolos bu ma'lumot menda tugamaydi. Muntazam o'z ustimda ishlayman, koreyskiy yangiliklarni ko'raman, tarjima qilaman. Xudo xolos sizga mana o'zbekchasiga jaydar qilib, oson va tez tushuntirib boraman. Menga hech nima kerak emas, menga like bosib, fikrlarni yozib, videoni banglatsangiz, mo'shni motivatsiya bo'ladi menga. Obuna bo'ling, universal avtoalamga xizmat bo'lsa, nomerim bor, pastda telefon qiling.